Assalomu alaykum hurmatli tinglovchilar. IDC fizika kitobining masalalarini yechishni yana davom ettiramiz. Demak, 26-masalaga keldik. Ya'ni bu ham o'rtacha tezlikka taalluqli doir bo'lgan masala. Xo'p, avtomobil yo'lining birinchi yarmini, ya'ni S1 teng S taqsim 2 birinchi yarmini 60 km/soat tezlik bilan, ya'ni u 1 teng 60 km/soat tezlik bilan. Qolgan qismida esa harakat vaqtining birinchi yarmini, ya'ni T1 teng T taqsim 2 birinchi yarmini V1 teng deymiz. Shtrix deb turay, bu farqlash uchun. 35 km/soat tezlik bilan ikkinchi yarmini, ya'ni vaqtning ikkinchi yarmi T2 teng T taqsim 2 V2 shtrix deymiz. 45 km/soat tezlik bilan o'tdi. Avtomobilning harakat davomidagi o'rtacha tezligini toping. Ya'ni bu o'rtacha tezligini topish. Bizlarda endi vaqt teng 2 ga bo'lingandagi o'rtacha tezligimiz bu V2 ga teng. V2 ga, ya'ni bu ham V1 shtrix plus V2 shtrix taqsim 2. Xo'p, undan kelib chiqadi qancha? 80 taqsim 2 teng 40 bo'ladi ekan. 40 km/soat. Endi vaqtning birinchi yarmi, ikkinchi yarmi deb ishlaymiz. Ya'ni bu o'rtachamiz teng 2V1 ko'paytirish V2 V1 plus V2 teng. Ana endi bizlarda hamma narsa ma'lum bo'ldi. Teng 2 ko'paytirish V1 60 ko'paytirish V2 miz bizada. V2 deganimiz mana V2. Shunda V2 ni o'rniga qo'yamiz 40. Pastda endi V1 60 qo'shuv 40 teng. Qancha bo'ladi? 2 ko'paytirish 60 ko'paytirish 40 pastda 100. 1 2 3 4. Xo'p, qancha? 6 4 24 2 48 km taqsim soat bo'ldi. Demak, 27. Velosipedchi harakat davomida birinchi yarmini 8 metr/sekund tezlik bilan o'tdi. Qolgan qismida esa yo'lning birinchi yarmini 4 metr/sekund tezlik bilan, ikkinchi yarmini esa 12 metr/sekund tezlik bilan o'tdi. Velosipedchining harakat davomida o'rtacha tezligini toping. Demak, bu yerdan velosipedchi harakat vaqtining birinchi yarmini, ya'ni T1 teng harakat vaqtining birinchi yarmi, buning tezligi V1 8 metr/sekund tezlik bilan. Endi ikkinchi yarmi bor endi. Ikkinchi yarmi V2 bizlarda noma'lum bo'lib turibdi. Endi qolgan qismida esa deydi, yo'lning birinchi yarmida, ya'ni vaqtni ikkinchi yarmida bosib o'tilgan yo'lni ham teng 2 ga bo'lib, vaqtni ikkinchi yarmidagi V2 tezlikni topib olamizda, keyin vaqt teng 2 ga bo'lingan degan formulaga qo'yib o'rtacha tezlikni topib olamiz. Qarang. Qolgan qismida esa yo'lning birinchi yarmini, ya'ni S1 teng S taqsim 2 birinchi yarmini V1 shtrix teng deymiz 4 metr/sekund tezlik bilan. Ikkinchi yarmini esa S2 teng S taqsim ikkinchi yarmini, ya'ni
V2 shtrix deyman. 12 metr sekund tezlik bilan o'tdi. Velosipedchining butun harakat davomidagi o'rtacha tezligini toping. Bu o'rtachani so'rayapti bizlardan. Xo'p. Bu o'rtacha yozib qo'yamiz. Bu o'rtacha teng V1 plus V2 bo'lingan 2. Endi V2 deb yozaman men. V2 deganimiz yo'l 2 ga bo'lingandagi ikkinchi yo'lni ikkinchi butun yo'lni bosib o'tish uchun ketgan vaqtning ikkinchi yarmidagi o'rtacha tezligini topib olamiz. Qarang. Bu 2V1 shtrix ko'paytirish V2 shtrix pastda V1 shtrix plus V2 shtrix bo'ladi. Teng. Bu yerdan 2 ko'paytirish V1 deganimiz 4 ko'paytirish V2 shtrix deganimiz 12 pastda ikisini yig'indisi 16. Bu bilan 4 bilan 16 qisqaradi 4 qoladi. Bu 4 bilan 12 qisqaradi 3. Bu ham teng 6 metr sekund. Endi yuqoriga qo'ysak, ya'ni V o'rtacha teng bo'ldi. V1 8 qo'shuv 6 bo'lingan 2. Bu ham teng 14 taqsim 2 teng 7. 7 metr taqsim sekundga teng bo'ladi ekan.